Dasturimizda ITga oid faktlar. DevOps Days 2025 xalqaro texnik anjuman ilk bor Toshkentda o'tkaziladi. Ushbu yirik tadbirda DevOps yo'nalishida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, ish beruvchilar va yoshlar ishtirok etdi. IT mutaxassislari, muhandislar va tizim arxitektorlarini bir joyga jamlagan yirik anjuman DevOps Days 2025 ilk bor Toshkentda o'tkazilmoqda. DevOps mutaxassislari bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, uni xavfsiz, avtomatlashtirilgan tarzda serverga yetkazuvchi IT muhandislari hisoblanadi. Ta'kidlash kerak, DevOps hozirda O'zbekiston IT bozorida eng talabgor kasblar ro'yxatida 3-o'rinda turadi. Bu yo'nalishdagi mutaxassislar yillik daromadi o'rtacha 18 mingdan 54 ming dollargacha yetadi. Tadbirning asosiy maqsadi O'zbekistonda kichik va o'rta bizneslarni DevOps haqidagi tushunchasini yanada boyitish, DevOpsni biznesdagi o'rni, uni beradigan yordamini hammaga tarqatish hisoblanadi. Hozir ko'rib turganingizdek, tadbirda juda ko'p biznes tomonidan odamlar kelgan va biz bu tadbir orqali DevOpsning asosiy maqsadini va uni biznesga qanaqa yordam berishini biz yetkazib bermoqchimiz. Ikkinchi maqsad esa biz bu hamjamiyatni yanada DevOps haqida bilimga boyitish, ekspertlarimiz chet eldan kelgan va bu ekspertlar o'sha chet eldagi standartlarni O'zbekistonga qanaqa olib kirish to'g'risidagi bilimlarni hozir yoritib berishyapti. DevOps Days bu IT hamjamiyatlari o'rtasida bilim va amaliyot almashinuvi hamda yosh mutaxassislar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochuvchi muhim voqea bo'ldi. Anjumanda Proxima, Amazon, Yandex Cloud, EPAM kabi 15 ga yaqin yirik IT kompaniyalarining yetakchi mutaxassislari ishtirok etib, o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Men uzoq yillar DevOps muhandisi bo'lib ishladim. Bugun esa Toshkentda bo'lib o'tayotgan DevOps mutaxassislari jamiyatining a'zosi bo'lish men uchun katta sharaf. Ushbu tadbir nafaqat bir shahar, balki butun mamlakat uchun navbatdagi muhim bosqichdir, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham. DevOps Days bu butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritadigan hamjamiyat. Biz birgalikda rivojlanamiz, bilimlarimizni o'zaro bo'lishamiz. Mening chiqishim generativ sun'iy intellektga bag'ishlangan. Hozirda generativ AI butun sanoatga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga u DevOps sohasiga ham bevosita taalluqli. Men UDEVS outsourcing kompaniyasida software injener lavozimida ishlayman. DevOps Days Toshkentga kelishimdan maqsad o'zimdan kuchliroq, ya'ni ekspertlardan ko'proq ma'lumotlar o'rganish uchun, ko'proq texnologiyalarni o'rganish uchun keldim. Aynan hozirgi bo'layotgan workshopda AI lar bilan, ya'ni ChatGPT yoki Cloud yoki shunga o'xshash AI modellar bilan software engineeringda qanday samarali foydalanishni ko'ramiz. Bundan tashqari speakerlar DevOps bo'yicha o'zlarining ko'nikmalari, o'zlari o'rgangan narsalarini ham bizga o'rgatishyapti. O'zlarini kompaniyasida qo'llaydigan texnologiyalar, o'zlarini kompaniyasida qo'llaydigan yechimlarni o'zimizda sinab ko'rish uchun har xil savollar berib o'rganyapmiz. Bu kabi xalqaro anjumanlar orqali nafaqat tajriba almashiladi, balki yosh mutaxassislar uchun global texnologik sahnaga chiqish yo'llari ochiladi. Mazkur muloqotlar raqobatbardosh IT kadrlarni tayyorlash, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va raqamli taraqqiyot sari dadil qadam tashlash yo'lidagi yana bir muhim tashabbusdir.